1-apreldan boshlab mashina, uy-joy oldi-sotdi hisob-kitoblari naqd pul ko'rinishida bekor bo'ldi degan joyda ko'pchilik soliqni qo'shyapti. Endi soliq ham to'laymiz degan fikrlar oldinga surilyapti. Hech qanday soliq to'lamaysiz. Soliq qonunchiligida mol-mulk, uy-joy, mashina oldi-sotdi hisob-kitoblarida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'zgarish faqat oldi-sotdi hisob-kitobi shaklida bo'ldi. Endi soliq emas, bankka ko'proq to'laysiz. Mashinangizni 10 marta olib sotsangiz ham bunga soliq chiqmaydi. Bu 378-moddada aynan bu imtiyozlar hali ham o'z joyida. Agar sizni soliqqa tortish kerak bo'lganda, naqd pulga olib sotsangiz ham ko'raman desa ko'rib oladi. Chunki notariusda hammasi yozilgan, notariusdan tortib olgan bo'lardi. Prosta bu yerda naqdsiz pulni aylanishini ta'minlash va yashirin iqtisodiyotni oldini olishga qaratilgan harakatlar. Shuning uchun hech qanday vahimaga o'rin yo'q. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Soliqinglar chiqsa vaqtida to'lab qo'yinglar.